Meni Minecraft'dagi barcha oshnalarım meni o'lganimdan keyin mana bunaqa yig'in qilishdi. "Ha, menga farqi yo'q, umuman." Jamolni umuman g'ami yo'q ekan, bilet. "Menga farqi yo'q" deydi yana. Keyin o'zini oila a'zolariga qanaqadir bir gaplarni gapirib o'tiribdi. Keyin esa jahli chiqib ketdi uni xotinini. Keyin urib-burib tashagisi kelib qoldi. "Jamol, sen to'poymisan? Shu yerda ham shu gaplarni gapirasanmi? Garang!" Mening do'stim o'lib qoldi, onasini epsin. Mana menga farqi yo'q edi. Yaxshi bo'pti qaytang, meni nima qilardi? Meni do'stim yaxshi inson edi. Oshnam qarzini bermasdan ketib qoldi-ku. Garang qarzini nima qilasan, siqilib o'tir. O'zimiz yaqin oshnamizku, o'zinikini berib qo'yamanmi o'zim. Mana u majlisga mana Jamolning barcha oilasi yig'ilibdi. Yana Jamol o'zining oilasiga to'poy gaplarni gapirib o'tiribdi. Keyin Jamol qanaqadir bobosini ko'rib turib, bobosidan ketib qolganini ko'rib, xafa bo'lib qoldi. Keyin bobosiga bir gapini aytdi. "To'poymisan, bolam? Tez yop ustini." Jamol garang keyin ustiga chiqib olib turib rosa o'ynadi. Bittasi haydab yubormagunga qadar. "To'poymisan?" Bu Jamolning ishini ko'rib turib, men kechasi uyg'onib ketdim. Jamol tushlarimga kirib chiqdi. Lekin men endi arvoq edim. Endi hammani aylanib yurishim kerak edi. Men tayyorman. Let's go baby. Qani, meni oshlarim ko'raylik nima qilishgan ekan. Meni o'ylashayotganmi yo meni haqida o'zi qilishayotganmi, xullas shunaqalarni bilmoqchiman. Let's go. Lekin mening hikoyam hammasi boshqacha. Men bu kirashdagi bu marofuzimni bo'lishiga hammasiga Jamol aybdor. Ya'ni biz mashinada haydayotgan edik, Jamol meni chalg'itdi, keyin o'zi mashinadan tushib qoldi, meni esa o'zi qo'yib yubordi karashdak. Shunaqa to'poylik ishlar bo'lib ketdi. Jamol musorka, undan qasos olishim kerakmi yoki yo'qmi? Xullas shunaqa gaplar va qayerlarda ketdi Jamol? Oho, uylarimga qara. What the hell? Menimcha uylarimni kimdirlar olib qo'ygan. Mening uyimda kimdir yashayotganmikin? Jamol o'sha bolalar bilan ko'chib kelganmi do'stlar? What the hell? Kechir, sen bo'lganingda hozir maza qilib o'tirgan bo'lardim. Nimaga ketib qolding? Dog'rasini yebsin. Dada bo'ldi, men ustimga yig'layverman, cho'milib ketdim, o'lib o'lib ketdim. Jamol oilasi bilan bitta bo'lib kirib turib, meni uyimga borib turib talonchilik qilmoqchi edi. Hamma narsalarni olib, mana bunaqa narsalarni ham olib ketishyapti, qaranglar. Meni yo'qligimdan foydalanishyaptimi? O'zi bo'ldi, bormayman-ku. Jamol, sen bunaqa ishlar qilasan deb o'ylamagandim lekin. Qara, hamma narsani olib ketishyapti. Televizor ilishmasini qilib. What the hell? Meni bola chaqalarim ham yo'q edi deb ularni himoya qiladigan. Amali nechoq, qani ko'raylikchi nimalar qilishadi. What the hell? O'zlariga moslashtirib olishibdi. Yotoqlarni qo'yib olib, what the Jamol meni yo'qligimdan foydalanib, gadoylik rejimidan proli rejimiga chiqdi garashdak shunaqa. Men ularni qizil bo'lib turib qo'rqitib yurdim, mana bunaqa shayton ko'rinishiga kirib turib, qanaqadir bir tupoylik ko'rinishiga kirib turib, garashdak tushasizlar degan umiddaman. Qarang shunaqa. Keyin men magic power, ya'ni o'sha meni sehrli kuchlarimdan foydalanib turib Jamolni choylopoda qilib qo'ydim. Endi bobosi bilan teng. Endi u ham balkim yaqin orada ketib qolar, lekin xotin uni tashlab ketdi afsuski. Jamol endi siqilib o'tir. Onasini yepsin, endi nima qilaman? Nimaga unaqa qilib qoldim o'zi? Mana uni qaranglar, Jamolning eski xotini bilan mana bu alakim gaplashib o'tiribdi. What the hell bo'lgan bo'ronasa qilmasam bo'lmaydi. Nimadir qilish kerak-da, biroz sehrda o'ylab topish kerak. Qarang, yalmayam yutyapti-da. What the hell, meni eshik oshnammi? Alaykum-ku bu, meni qarzim to'lab qo'yaman dedim. Boyaganda eshitib turgandim men bolalar. What the hell, guys? What is that? Qamaylik necho? Ikkalasini o'rtasiga men ramga soldim, karashdak shunaqa. Karashdak qo'rqitib yordim, nimadir qildim degan, guys. What the hell? Meni kimdir eslayapti. What the hell bu, guys? Kimdir oldimga kelib, qani kimdir men uchun duo qilganmayapti. What the? Kimdir totem beryapti. Oh my god. Menimcha dunyoga qaytaman. Rahmat bratanchik. Rahmat bratanchik. Ko'proq tashin. Uyg'onarmikin men endi, guys, shuncha totem bilan. Iltimos do'stim, hayotga qayt. Men sen uchun ilg'amaganman. Balkim sen uchun qilmagandirman, lekin iltimos hayotga qaytsan, meni qarzlarim hammasini to'larding. Boshqalarning ham qarzi bor sendan. Do'stlar, qaytaymi, qaytmaymi? Qaytmadim va Jamol kelib turib, barcha ayblarini tan olgandan keyin men hayotga qaytdim. Oh my god, guys. Jamol, yaxshi ish qilding. Ammo qani? Jamol, do'stlar, salom va Jamol, yaxshimisan? Nimaga soqollari o'sib ketgan? Bilmadim, buni tarix uzun sanga o'xshagan bitta kresaga o'xshagan keldi-da, hamma ayblaringni tan olsang, keyin oshnang seni kechiradi dedi. Men tamoman hozir qaytib keldim oldinga kechirim so'ragani. Yaxshi qilibsan Jamol. Mayli do'stlar, shu bugungi video edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling.